terib taladilar. Bugün 30-may 2 kunda уже shuncha terdiler. Hozir arqa qismini ham ko'rsatib o'tkazayin. Hammasi taxtalar nomerlari ham bo'lar ekan. A3015, A3015. Masalan, nomerlari ham bu jam boshqa 15 65. Shunday nomerlari ham shunday to'g'ri bo'lib ketaveradi ekan. Ag'ayinlar, mana sirtqi tarafi balkon bo'ladi. Sirtqi tarafda bu yerda besetga shashliqlaydigan joy bo'ladi. Bu arqa tarafi uyning. Ertaga уже nima qilsa, havo ochiq bo'lib qolsa, boshlasa kerak ustunni javob. Ularni ham video taylaymiz, nasib qilsa. Hozir endi ichkarisini ham olib chiqayin. Hurmatli tomoshabinlar, taxtaning nimasi balandligi 26 sm ekan. Ruletga men ko'rdim. Yeni 21 sm men shundayda. Mana shunday bruslar, buni keyin shukurka qilib lak qilish kerak ekan. Ularni ham nasibda video qilamiz. Mana shunday состоянияsi normal, chiroyli chiqqan. Mana strapellar kelgan. Mana bu tarafi. Ikkita deraza, yo'l taraf, kirib keladigan barotaning oldi tarafi. Mana podnavis. Ichkariga kiramiz. Mana polni ichkariga kirdik. Hurmatli tomoshabinlar. Keyin o'rtani перегородкаларni polnisida terada. Ularni ham video qilib boramiz. Taxtadan uy shunday bo'lar ekan. Nomerman hammasi tez teriladi ekan. Buni polni ekskavatorman ko'tarib qo'yadirda, ekskavatorman. Kran kelgan ko'tarib qo'yadir. Uzunligi 12 metrlik. Arqa taraflarining bir ikkitasi 12 metrliklardan. Kiryat qoldi yana. Mana bu yerdan nomerlari bilan arqa tarafidan chiqdim. Deraza, akoshkalar. Bir etaj bo'ladi. Kirisha jabuladi endi. Mana. Videoni oxiriga qadar ko'rib, like ni обязательно bosingizlar.